kunlik vlog qilamiz. Anchadan beri buni qovoqli turmayapti. Orqa fonda qizim azuchka qilib beraman, janjal qilib. Qovoqli turganimni, ey qizim, jim tur, bir pas shunday choy tayyorlaganimni aytib bering. Bundoq zavtraklar qilganimni aytib bering. Yaxshi kelin deb o'ylaysiz, meni ham tavba qilib, katalakdan ichib olib dorilarimni, kollagenimni, qaynotamni choy tayyorlashga tushdim. Yaxshigina kelin bo'lib, o'zimni pipi sog'lomini to'g'ri shu ovsyanka, tuxum, banan, golubika keyin kirsam, qizim bilan erim sevishyapti. Ikkita bolani olib doktorga olib ketdim. Cho'ta yo'talyapti bir haftadan beri. Qo'rqinchli emas, o'pkasiga o'tmagan, hammasi yaxshi, faqat ozgina e'tibor kerak. Shu bilan bog'chaga olib keldim. O'ynab kulib kirib ketdi bolajonim. Keyin uyga borib kiyimimni alishtirdim. Bugun gap edi, bugun boy xotin bo'laman. Gapga keldim. Mazza qilib o'tirib gaplashib, уже uyga qaytdim. Qizimni olib прогулкаga chiqdim. Doktor aytgan edi, ozgina toza havoga olib chiqqin dedi. Toza havo bo'lsa agar, darslarimni qilib ikkita bolaga qarab, qanaqa yaxshi kelinman, qanaqa yaxshi onaman, hammasini eplash qiyin, lekin shu bilan birpas to'ni ko'p ketadi.